IELTS ko'pchiliklar uchun stress. Bizning o'quvchilarimiz uchun esa maqsad sari yana bir qadam. Mehnat qilindi, natija olindi va bugun yana bir sertifikat o'z egasini topdi. Bugun bizda IELTS'dan yana bitta 7+ natija va atigi 0.5 ball 7,5 ga yetmay qolgan. Nurmuhammad, ko'rib turib skill listeningdan 8,5 olgansiz va aslida mocklardan necha chiqayotgan edi? Avvalambor assalomu alaykum. Mocklarni gapirsam, mocklarda menda 7,5 chiqib turdi. Listeninglarim real examda 8,5 chiqadi deb kutmagandim, lekin exam paytida yaxshi ishlagandim va 8,5 kutgandim. Shuni ham aytib o'tish kerakki, Nurmuhammad 14 yoshda edi, imtihon topshirgan vaqti va IELTSdan 7+ natijani qo'lga kiritdi va asosan onlayn kurslarimizda o'qidi. Onlayn kurslar haqida fikringiz? Onlayn kurslar men uchun juda qulay bo'ldi, chunki haftasiga 3 marta speaking qildik va bu ancha kuchaytirdi speakingimni va kurslarga bormadim. Uyda o'tirib o'zim komfort zonamda o'rgandim. Agarda siz ham o'zingizning natijangizni 7+ ga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, hoziroq bizlarga aloqaga chiqing.